Hammaga assalomu alaykum. Anchadan beri yo'q bo'lib ketgan Mubina bugun o'z blogini yuritishni boshladi. 1,5 oy deganda tanaffusdan chiqdim va bugun sizlar bilan 2 qavatli tortni boshidan oxirigacha protsessini ko'rsatib bermoqchiman. Qani ketdik. Bu yerda men biskvitimni qilib oldim. Sakkiz tuxumga o'zi ham toshib ketdi. Anchadan beri mikserni ishlatmaganman, qanaqasi kechirishim esimdan chiqdi. Endi biz shu qoliplarimizga biskvitimizni solamiz. Elida bo'lsin, turetki biskvit qotganida har doim biskvitni shunday tekis qoldirmaysizlar. Chunki bu ishganida ortiqcha ishib ketadi. Agar hozir men ko'rsatganimdek qiladigan bo'lsangiz, turetki biskvitni har doim o'xshab tekis ortiqcha joylarisiz chiqadi. O'rtasini chuqurcha qilib, hammasini chetiga qilasizlar. Ikkala biskvitlarimizni o'rtasini chuqurcha qilib qoliplarga solib oldik. Endi buni 180 gradusga duxovkaga jo'natamiz.